Mendan oson retsept so'raganlar qattasizlar. Sizlarga zo'r retsept tayyorladim. Dangasaligingiz kelib qolganda yoki vaqtingiz yo'ligida osongina, yumshoqqina ko'k somsani o'rnini bosadigan yegulik yegingiz kelyaptimi? Unda bu retsept aynan siz uchun. Ozgina yog'i yaxshilab qizdirib, 2 dona mayda kubik to'ralgan piyozni, albatta tuz va ziravorlar bilan o'lgunicha qovurib olamiz. Ko'k somsaga solinadigan ko'katlarni solib 1 daqiqa qovurasiz. 1 daqiqadan keyin yalpiz ham esdan chiqmasin. Yaxshilab aralashtirib 5 daqiqaga past olovga dimlab qo'yamiz. 5 daqiqa o'tgunicha yukfa xamirlarimizni tayyorlab tursak ham bo'ladi. Xohlasangiz lavash xamiridan tayyorlasangiz ham bo'ladi. Yukfa xamiri lavashdan ozgina yuqoriroq bo'ladi. Ana o'shaning uchun bu xamirdan tayyorlashni ma'qul ko'rdim. Xullas, tayyor kesilgan yukfa xamirimizga nachinkalarimizni xuddi shu shaklda sovolamiz. Xohishga ko'ra yaxshilab eriydigan sir solsangiz ham bo'ladi. Xamirlari ochilib ketmasligi uchun ozgina suv surib yopib oldim. Duxovkada lavash xamiridan ko'k somsa tayyorlagan videoyimni kim ko'rib tayyorlab ko'rdi? Agar retsept yoqqan bo'lsa, retsept bomba deb yozib qoldiring. Ana o'sha videoyimda bitta ayol yarim soatdan kutamanmi duxovkada pishgunicha. Bundan ham osonroq retseptingiz yo'qmi deb yozib qoldiribdi. Ana shu retsept aynan siz uchun. Tovaga ozgina yog' solib, o'rta olovda ikki tarafini qizartirishingizga 1-2 daqiqangiz ketadi xolos. Ozgina mehnat natijasi bomba. Yurechani qizartirib, ko'k somsani yaxshi ko'radigan, lekin dangasadiganingizga ham jo'natib qo'ying.